Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ancha uzilishdan keyin siz aziz obunachilarga mana bir video qilamiz deb Latviyadagi qadimiy qasrga kelganmiz. Bu yerda biz sizlarga qadimiy eksponatlarni va ashtaqalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Eurouz kanaliga obuna bo'ling. Ha, ana Eurouz. Da kim hurmatli bo'lar. O, ana Hindistondan mehmonlar ketdi. Turadias deb qo'yibdi. Ahmadjon YouTube'ga qo'yib yuboryapti. Nerede? Qasrlar. Mana bo'lsa mana haligi Covington Cross degan kinoni ko'rganlar bo'lsa, shu kinodagi qasrlardan biri. Ga o'xshagan qasr ekan, qadimiy. Bu ham mana shu 1800 necha. Mana, hozir mayerga chiqamiz buni. Muzey. Mana nimasi? Mana. Ketdingmi? Tumalaqqa chiqamizmi? Ne dediniz? Ha. Voy, o'ta nimaga chiqadigan joyimiz. Yo. Mana qadimiy qurilishlar. Ha, mana bu yerga yozib qo'yibdi. 13-18-asrlarga oid. Mana yaxshi, uymo. Vahima-yu. Vahima-yu, hella. Chiqish joyini qaranglar. Voy, g'ishlar yumshoqmi? Yilib ketib o'rtasi, yumshoq. Eski zamonga tushib qolgandek bo'layapti-yu, ha? Voy, malades. Devorning qalinligini qaranglar, hozir. Sal yarkiroq ekan ham yeri. Sal yarkiroq. Ketamizmi? G'ishni yomon urib qo'yishgan ekan, ha? Mana xolos. Ha, bilasizmi? Qanga tashlaysiz?